بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسننا يفقه أقوالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد وسنالر etamiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar aytamiz. Alloh taolo barchamizni ibodatlarimizni, zikr va tasbih va qiroatlarimizni, duolarimizni ijobat aylagan bo'lsin. Uzoq yaqindan Alloh farz qilgan juma namozini ado etaman deb Allohning baytiga poy tahorat, ixlos va muhabbat bilan bosib kelgan har bir qadamlarimizga Alloh ajr va savoblar bitgan bo'lsin. Bilib bilmay qilgan katta kichik xatolarimizni Allohim mana shu jumaning fazilati ila avf etgan bo'lsin. Bugungi ma'ruzamiz qanoat tuganmas boylik degan tezis asosida bo'lar ekan. Muhtaram jamoat, dunyo hayoti bir tekis davom etmaydi. Gohida xursandchilik, gohida g'am anduh, gohida boylik, gohida esa kambag'allik almashinib turadi. Bu voqea hodisalarga odamlarning munosabati ham bir xil emas. Kimdir qiyinchilik, musibatlarni sabr va qanoat bilan yengib chiqsa, ba'zilar bu mashaqqatlar ro'parasida sinib qoladi. Umidsizlikka tushadi. Bugungi suhbatimiz bitmas, tuganmas boylik, qanoat haqida bo'ladi. Azizlar, odamlarning holiga nazar solsak, hayratlanarli holatlarni ko'ramiz. Qayg'ular, tashvishlar, muammolar ichida qolgan. Ba'zi odamlar esa mol va dunyo, yer, mulk uchun eng yaxshi kishilari bilan ham janjal qilishga tayyor. Ba'zilari bu dunyoda Allohning taqdiriga rozi bo'lmaydi. Aksincha ularning noroziligi kundan kunga ortadi. Ularni yegan taomi qoniqtirmaydi, kiygan kiyimi xursand qilmaydi. Yashab turgan uyi, mingan ulovi ham qoniqtirmaydi. Ular doimo norozi, tunu kun shikoyat qiladi. Bunday halovatsizlikka yechimni bizga sevimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'rgatganlar. U ham bo'lsa qanoatdir. Qanoat Alloh senga taqsim qilgan rizqqa rozi bo'lishdir. Shunda inson ruhan xotirjam bo'ladi. Qalbi tinch bo'ladi. Nafsi rozi bo'ladi. Alloh azza va jal Qur'oni Karimda shunday maqtaydi. Sizlarni biroz xavf xatar, ochlik azobi bilan mol va jon va mevalar hosilini kamaytirish yo'li bilan sinagaymiz. Shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xushxabar bering ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ularga musibat yetganda albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytuvchidirmiz deydilar. Aynan o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir va aynan ular hidoyat topuvchilardir deb Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi. Qanoatning ziddi noshukrlikdir. Noshukrlikning kelib chiqishi o'zgalardagi kichik ne'matlarni ko'rib, o'zidagi katta ne'matlarni ko'rmasligidir. O'zida yo'q ne'matlarni sanab yurgani holda o'zidagi ne'matlarning shukrini qilmaslikdir. Qo'lidagi narsaga emas, birovning qo'lidagi narsaga qarash o'zidagi ne'matlardan rohatlanish lazzatini yo'qqa chiqaradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam noshukrlikdan qutulish uchun qo'ydagi tavsiyani berganlar. Unzuru ila man huwa asfala minkum
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Mol dunyoda o'zingizdan pastdagilarga qarang, o'zingizdan yuqoridagilarga qaramang. Shu narsa Allohning sizga bergan ne'matini mensimaslikdan qaytaradi deb Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis. Boyning davlatiga boqishdan avval odamlardan mehr istab, tilanchilik qilib o'tirgan faqirga boqish darkor. Buning ustiga bizga odamlarning xursandchiligi, hashamati va baxti ko'rinadi. Lekin ularning g'am tashvishlari, dardlari, muammolari ko'rinmaydi. Gohida boylik, mansab va obro' bilan ham yechib bo'lmaydigan muammolar bo'ladi. Haqiqatan ham shunday. Biz ko'p insonlar bilan o'tiramiz. Ko'p joylarda mehmon bo'lamiz. Ko'p kishilar bilan alohida o'tiradigan holatlarimiz bo'ladi. Mansabdorlar bilan, goho puldorlar bilan, goho faqirlar bilan, bechoralar, yetimlar bilan hokazolar. Lekin juda ham manaman degan odamlar, qo'lida butun dunyo bo'lgan odamlar oldida yarim soat o'tirsangiz, yarim soatning ichida bir necha marta asabiylashib, bir necha marta o'ziga keladi. Bitta telefon bilan rangi o'zgarib qoladi. Nimaga? Chunki uni mol boshqaradi, u molni boshqara olmaydi. Mol uni boshqaradi. U yotsa agar uni tinchligi yo'q. U tursa tinchligi yo'q. Mol shunaqa bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma kuni mana shunday minbarda turib xutba qilayotgan vaqtlarida bir oylab kelmayotgan tijorat kirib keldi Madinaga. Tijorat endi u savdogarlarning tuyalari, endi tuya mol keldi endi. Chunki to'dalanib yurgan katta mol juma paytida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarda xutba qilayotgan vaqtlarda kirib keldi. Boyagi do'mbiralar bilan, xursandchilik bilan kirib, buni ko'rgan butun tijoratchilar jumani tashlab chiqib ketdilar. Molim keldi deb. Faqat masjidda 3 kishi qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarni ustida tikka qoldilar. Ana shunda ular mollarni hammasini joyma-joy qilib qaytib kirganlaridan keyin Alloh taolo oyat nozil qildi ularga. Va idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallohi khayrun minal lahwi wa minat tijara. Vallohu khayrur roziqin. Sadaqallohul azim. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qachonki ular do'mbira, endi lahvdan murod behuda narsalar. Chunki u xursandchilik alomati do'mbira bilan boshqa narsalar bilan uni kutib olish, raqsosalar bilan va hokazo. Qachonki mana shunday lahu narsalarni, behuda narsalarni yoki tijoratni ko'rganlarda, ular sizni atrofingizdan masjiddan tashqariga chiqib tarqalib ketadilar va sizni minbarda tik turgan holingizda qoldirib ketdilar. Va tarakuka qa'ima. Siz xutba qilayotdingiz ularga. Oxiratdan, ikki dunyo saodatidan gapirayotdingiz. Ular hamma narsani o'yin kulgi yoki tijoratga almashtirdilar. Qul, ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ma indallohi khayrun minal lahwi va minat tijara. Allohning huzuridagi narsa tijoratdan ham, o'yin kulgi xursandchiliklardan ham, boshqa narsalardan ham afzaldir. Ana shunda vallohu khayrur roziqin deb Alloh taolo oyatning oxirida aytibdiki, Alloh rizq beruvchilarning eng afzali Allohdir. Agar sizga rizqni bersa-yu halovatni bermasa, sizga moli dunyoni bersa-yu salomatlikni bermasa, sizga moli dunyo bersa xotirjamlikni bermasa, sizga u mol yo'qadimi? Hech qachon yo'qmaydi.
siz taom yeya olmasangiz, ozgina taom yeyman desangiz, u sahr ko'tarilib ketsa, qand kasalligi yoki davleningiz ko'tarilib ketsa, salomatlik ko'tarmasa yoki yegan ovqatingiz hazm bo'lmasa, unaqa mol davlat nima keragi bor? Yoki sizda mol davlat berilgan bo'lsa-yu, qizingiz oilasi notinch bo'lsa, yoki o'g'lingizning oilasi notinch bo'lsa, yoki farzandingiz kasal bo'lsa, bunaqa ne'matlarni biz juda yaxshi bilamiz. 3 ta farzandni biz tuproqqa berdik. Bunaqa holatlar 6 yil biz bormagan doktorxonalar, bormagan tabibu boyagi doktorlar qolmadi. Bu narsalarni juda yaxshi bilamiz. Lekin ba'zida bitta farzand yo'qotganlar kelib, "Holi meni qadrimni bilsang keyin bilasan" deydiganlarni eshitdik. Sabr qilish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 6 farzandni boy berdilar. Bitta farzandlari Fatima onamiz faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin 6 oy yashadilar. Qolgan hammalarini tuproqqa berdilar o'zlari. Faqat Ruqiya onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr jangida, Badrda bo'lganliklari uchun Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu janoza o'qib dafn qildilar. Qolgan farzandlarini o'zlari ko'mdilar. Ko'p sahobalar, ko'p tobiinlarni ko'rsangiz hayotda. Hatto Anas ibn Malik radhiyallohu anhu 103 ga kirgan zot 93-hijriy sanada vafot qildilar. Basrada bir o'lat kelganda 3 kun ichida 73 ta farzand va navara-avaralarni tuproqqa berdilar. 300 dan ortiq navara-avaralar bor edi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini duo qilgan edilar. Moliga, rizqiga, umriga baraka bergin deb u kishiga ana shu narsani duo qiluvdilar. Ana shuning uchun u kishiga Alloh taolo ham umrdan, ham rizqdan, ham farzandlardan juda ham ko'paytirib berdi, lekin musibatni ham berdi. O'ziga yarasha imtihonni ham qildi. Shuning uchun boyagi yuqoridagi o'qilgan narsalarga sizlarga mana shunday imtihon qilamiz, mol bilan yoki musibat bilan yoki boshqa narsalar bilan yoki dard bilan. Ayyub alayhisalomga qanday dardlar bergan edi? 12 yil u kishi og'ir yotdilar. 12 yilda ham sabr qildilar. Ba'zi sahobalar juda og'ir, Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu juda og'ir kasal bo'lganlar, lekin sabr qilganlar. Ayrimlarda shunaqa holatlar bo'ladi. Lekin demoqchi bo'lganim, ayrim kishilarni ko'rasiz, moli dunyosi yo'q, lekin salomatda u. Xotirjamlikda. Ayrim kishilar, boy kishilar ana shu faqir bo'lgan xotirjam kishilarga havas qiladi. Shunaqa holatlarni ko'rganmisiz? Ko'rgansizlar. Biz ham ko'rganmiz. Demoqchi bo'lganimiz, Alloh taolo har bir odamga qandaydir bir musibat berar ekan. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Alloh taolo Balad surasida aytadi. Laqad xalaqnal insan fi kabad. Kabad degani mashaqqat. Biz insonni mashaqqat ustida yaratdik. Bu umr oqar suvga o'xshaydi. Bir ko'tariladi, bir pasayadi, bir u yoqqa boradi, bir bu yoqqa boradi. Mu'min kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, xuddiki nimaga o'xshaydi? O'tga o'xshaydi u. Bu yoqqa egiladi, u yoqqa egiladi. Sinmaydi lekin. Sabr qiladi. Lekin kofir qanday bo'ladi deganda, kofir xuddiki boshoqqa o'xshaydi. Uni ichi bo'sh. Bir egilaman deb sinib ketadi birdaniga. Chunki u iymonni boy berib qo'ygan. Mu'min Alloh ne'mat bersa, u shukr qiladi, yana u savob oladi. Musibat yetsa, imtihon yetsa, yana sabr qiladi, yana u ajr oladi. Ikki tomonda ham mu'min nima qiladi? Foyda oladi. Lekin afsuski, mana shunaqa holatlarni biz ko'ramiz. Hozirgi kundagi o'shanaqa ayrim odamlarga kamchiliklari bo'lmasa ham o'zlaridan kamchilik yasab, go'yoki o'zlarini faqirona qilib ko'rsatib, mana shunaqa men bundayman, men undayman deydiganlar ko'payib ketgan. Ayniqsa mana shu masjidimizda ham
mana o'tgan hafta men gapirdim. Mana shundan keyin 4 kishini biz majlis qilib, chaqirib ularni javobini berdik. Jamoat bo'lsa ham. Masjid bunaqa daromad joyi emas. Borib ishlasin. Ishlaydigan joylar ko'p. Mana shu qanoatsizlikning belgisi mana shunaqa. Odamlarni bir kiyimini qo'yib ko'rib, menga mana shunaqa olib berasan deydiganlar ko'payib qolgan. Or nomus bormi o'zi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ana shunaqa tilanchilik, o'ziga kifoya qiladigan rizq bo'lib turib, birovni izzat qilib, mana shunaqa olib berasan, bunday qilasan deydigan tilanchilarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Qiyomat kunida ularning betiga go'sht qolmaydi dedilar. Beti tutday to'kilib ketadi. O'zi bu dunyoning o'zidagi u beti yo'qlar qalarni. Lekin qiyomatda ham bet qolmas ekan, bet. O birov aytibdi, "Kel, menga ishlat, men $500 pul beraman" deyapti. Nima qilasan tilanchilik qilib deyapti. Yo'q deyapti. Mana shu yo'lni afzal ko'ryapti. Mo'min musulmon bo'lib turib, ibodatli men deydigan odam shunaqa e'tiqodda bo'ladimi? Mana shunaqa holatlar. Bu bitta bizning masjidimizda emas, mana juda ham ko'p ayrim masjidlarda mana shunaqa narsalar ko'payib qolgan ekan. Men aytayapman, 20 yil oldin men Toshkentda ko'rardim shunaqa narsalarni. Lekin bizga mana shu narsalar yetib keldi. Bu achinarli holat. Bu shunaqa holat bo'ladiki, u sizga hech qachon tatimaydi u narsa. Siz mumkin birovdan shunaqa mol olishingiz mumkin, aldab-suldab bir narsa qilib. Lekin u tatimaydi hech qachon. Boshingizga balo bo'ladi u. Olib borib farzandingizga yegizasizmi? Boshingizga balo bo'ladi u. Yana shunaqalarni eshitdik, shu yangi eshitib qoldim. Birovdan borib pul olish uchun doktorlarga borib, mana shu yerimda ikkita chok ur, men muncha pul olaman falonchidan deydiganlar chiqib qolgan. Bu nima degan gap? Ana shu chokni boyagi o'sha jarrohlik amaliyotini o'sha teri bo'lsa ham shunday kesib, ikkita, uchta chok urib ber, men borib mana shuni ko'rsatib falonchidan pul olaman deydiganlarni eshitdik. Begona emas, namozxonlar ichidan shunaqa. Bu nima degan gap? Namozxonlar tanqid qiluvchi niyatim yo'q, lekin namozxonlar ichida shunaqa holatlar bo'layotganidan achinarli holat bu. Bu juda ham achinarli holat. U birovga yaxshilik qilaman deb ayrimlarda mana shunaqa izzat qilib nima qiladiganlar ham bor. O'zing qodir bo'lsang shu narsaga qil, lekin o'zingda bo'lmasa birovga nima qilasan? Tamagirlik qilib, birovni izzat qilib olib boshqalarga berib nima qilasan? Nima foydasi bor uni? Alloh taolo faqir bo'lib turib, faqirligini bildirmay turadigan odamlarni izzat qilib so'ra olmaydigan, balki odamlar uning siymosidan tanib oladigan qavmlarni Alloh taolo Baqara surasida marhamat qilib aytibdi. Astaizu billah. Lil fuqara'illazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Sadaqa va ihsonlar Alloh yo'lida band bo'lib tijorat uchun safarga chiqa olmaydiganlar, iffatlari sababli bilmagan odam boy deb gumon qiladigan faqirlar uchundir. Ularning faqir ekanliklarini siymolardan, tashqi ko'rinishdagi belgilardan bilib olasiz. Ular odamlardan qattiq turib olib tilanmaydilar. Ya'ni odamlarni izza qilib mol va mulklarni tortib olmaydilar ular. La yasaluna an-nas ilhafa.
qilgan ehson, xayr ehsoningizni Alloh bilib turuvchidir deb Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida arobiylar bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunaqa odatlari bor ediki, bir kishi bir hadiya olib kelsa, uni afzalini berardilar. Bir odam buzoqcha olib kelsa, katta qoramol berardilar. Kichkina tuya olib kelsa, katta tuya berardilar. Buni arobiylar eshitib qoldi. Va Rasululloh ko'p narsa berar ekan. Ham buzoq tortib olib keladigan bo'ldi. Rasululloh berdilar, oxiri qolmadi. Bittasi qoldi, buzoqni tortib keluvdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa narsa yo'q degandilar. Hammaga berasiz, men qoldimmi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga qasamki, birontalaringizdan hech narsa qabul qilmayman dedilar. Ko'rdingizmi? 1000 odamga bersangiz, bittasiga bermasangiz, qilgan hamma ishingizni bir chuppaga chiqarib qo'yadi. Qur'oni Karimda iymon keltirgan kishilarga qanoat baxsh etilishi bayon qilingan. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallohul azim. Erkakmi yoki ayolmi, kimda kim mu'min bo'lgan holida biror ezgu ish qilsa, bas biz unga yoqimli hayot baxsh eturmiz. Ularni o'zlari qilib turgan go'zal solih amallari barobaridagi mukofot bilan taqdirlaymiz. Nahl surasida Alloh marhamat qiladi. Sahobalardan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu, Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va Hasan al-Basri rahimahulloh oyatdagi yoqimli hayotdan murod qanoat degan ekanlar. Demak, inson qanoat qilsa, ozmi, ko'pmi, ana shunda unga Alloh halovat berar ekan. Ibn Atolloh as-Sakandari o'zlarining kitoblarida Al-Hikamul Atoiyada shunday narsalarni keltirganlar. Dunyo seni qo'ling ko'rsin, qalbingga kirmasin degan. Dunyo qo'ling, mol davlat ko'rsin, u qalbingga kirmasin. Bu degani mol dunyoga sen ruju qo'ymagin, qalbingga tugib qo'ymagin. Bu mol bugun bor, ertaga yo'q. Buni yo'qotishlikka ham tayyor bo'lgin degani. Qachonki u qalbga kirsa, qalbni yorib chiqadiki. Ko'p odamlar mol yo'qotishlikni ko'tara olmaydi. Men 2005-yillar Toshkentda o'qib yurgan paytimda bir birodarim bor edi. U vazirlikda ishlardi. Lekin u bir xolasi bor edi. Xolasi bor edi, uni farzandlari yo'q edi. Juda badavlat odam edi. Bir necha marta biz uni xonadoniga borganmiz. Lekin u vafot etdi, uni eri ham vafot qilgan. Mana shu bizning birodar uni boyagi musibatlarni, boyagi dafn marosimini o'tkazib boshqa qilib, chunki merosxo'rlari yo'q. 3 ta 4 ta hovlilari bor ekan. Xullas bu birodarimiz hammasini olib sotib bankka qo'ygan. Qarib $2 million. O'sha. Endi men orada qarib 15 yil, 20 yilga yaqin men ko'rmadim uni. O'tgan yil bir Toshkentga borganimda shuni xonadonlarga yana mehmon bo'lib ota-onasini ko'rdim. Lekin siz bilan ozgina gaplashib o'tirsa, bir narsaga qanaqadir tortishib qoldi. Ya xato gapirib tortishib qoldi. Shunda men nimaga tortishyapsiz? Bu noto'g'ri bu desam, otalari uni urishib, keyin u chiqib ketgandan keyin otalar aytdiki, "Qora aka, siz xafa bo'lmang. Bu juda katta yo'qotishga ro'paro bo'ldi" dedilar. Nima bo'ldi desam, bu Toshkentdagi bir birodar topgan, xullas, u ham mo'min musulmon, soqollar mana shunaqa. Har bir gapida alhamdulillah, har bir gapida subhanalloh emish. Xullas, ana shu odam birga ishlaymiz degan, ishonib Xitoydan u bu narsa olib kelamiz degan, boshqa qilgan, xullas. Buni ishonchiga kirib, butun hamma dokumentlarni boyaga to'g'irlab, bankdagi o'sha 2 million hamma pulni yechib Turkiyaga qochib ketibdi.
o'sha manaman degan subhanalloh, alhamdulillah deydigan taqvoli odam. Bu bechora 6 yil, 1 yil emas, 6 yil bitta xonada faqat o'tirdim deydi. U stress, boyagi odamlarda shunaqa bir stress bo'ladi-ku, ana shunaqa stressga tushib qolgan. 6 yil bironta marosimga bora olmayman deydi. Biron ma'raka marosim, to'y ma'rakalarga yoki janozalarga bora olmayman. Odamlarga qarasam hamma meni ko'zimga go'yoki sen nima qilding pulni deganday qiladi. Go'yoki bu pulni o'zi yegan, otasiga shunaqa deyapti deganday qaraydi menga deydi. Menga odamlarning nazari mana shunaqa tuyulib qoldi deydi. 6 yil faqat mana shu yerda o'tirdim deydi. Farzandlarim kasal bo'lib qoladi. Keladi, bu isitma qilyapti, nima qilsa desa, bir oyatul kursi o'qiyman deydi, Fotiha surasini o'qiyman, damlab qo'yaman, o'zidan o'zi tuzilib ketadi deydi. Pul yo'q deydi bularni doktorga olib borish uchun. Hammasini olib ketgan deydi. 6 yil endi u men tengi deydi, ko'plar o'zini osib yubordi deydi. Men sog' qolganim men deydi. 2 yil oldin mana shu odamni, ana shu soqolli o'sha salafiyni Turkiyada ko'rgan. Bir birodar ana shu mahalladoshdagi o'sha birodarimizning o'rtog'i ko'rib qolib, "Ey birodar, siz bormisiz? U o'rtog'ingizni nima qilib qo'ydingiz? U Allohdan qo'rqmaysizmi?" desa, "Alloh menga mana shunaqa aql va farosat berganligi uchun mol dunyoning menga nasib qildi" debdi. U meni uddaburonligim debdi. Mana ahvol. U men birovni pulini o'marib keldim demaydi. Ana shunaqalar ham shunaqa ekan. O'zi gunohning ichida bo'lib turib, mana shu qalbini shuni xotirjam qilgan shunga. Bu bechora mana shunaqa psixotrop dorilarni ichib dori boyagi nimalarni oxiri mana shunaqa bo'lib qolgan. Mol dunyo yo'qotish mana shunaqa. Bir kasalga mubtalo bo'lib qoladi. 4 ta farzandi bor uni ham. Lekin mana shunaqa musibat, u 1 yil, 2 yil emas-da, 6 yil shunaqa holatga tushib qolgan. Lekin hozir yana ishlarni o'nglab ketgan, lekin salomatlikni yo'qotganda. Salomatlikni yo'qotgan. Hayron qolasizki, bular qiyomatda qanday javob beradi deysiz? Ha? Qiyomatda qanday javob beradi bular? Allohu a'lam. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrlarida bir janoza kelganda, uni 2 ta dinor qarzi bor deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men janoza o'qimayman deganlar. Birodaringizni janozasini o'qinglar o'zinglar degan. Men 2 ta dinor uchun Allohning huzuriga bu banda bilan Alloh o'rtasiga tusha olmayman degan. Ana shunda Abu Qatadat al-Ansori radhiyallohu anhu, Al-Harith ibn Rabi'i radhiyallohu anhu ana shu kishi aytgan ekanlarki, "Ya Rasululloh, men to'layman mana shu 2 dinor." deganda, "Vafosi bilanmi?" degan ekanlar. "Ya hozir to'layman deb ertaga esingdan chiqarmaysanmi?" degani bu. Shunaqalar bor-ku, olib borib ko'maylik, keyin beramiz deb. Olib borib ko'ngandan keyin 20 kun o'tsa, "Yo, borib falonchidan o'zidan olinglar" dermish. Shunaqalar topildi. Ana shunda vafosi bilan deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janozani o'qib bergan ekanlar. Ana shunaqa holatlar. Kimda kimni bilan, kimni muomalasi bo'lsa, birodarlar, borib roziligini olinglar. Hech qachon qoldirmanglar. Ibodat, namoz qazo bo'lishi mumkin. Alloh o'zini haqqi kechib yuborishi mumkin. Allohning dargohi keng, lekin banda bilan banda o'rtasida Alloh kirmaydi. Tuzatib qo'yinglar buni. Bu ahvol juda og'ir bo'ladi. Qiyomat kuni qaytib kelmaydi. Bir kelsa tamom shu bilan ketadi. Undan keyin jannat va do'zax bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. O'lim degan narsani o'zi bo'lmaydi. O'lim ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, bamisoli bir qo'chqor hayvon bo'lib kelib, jannat bilan do'zax o'rtasida Alloh bo'g'izlab tashlar ekan. Bugundan boshlab o'lim degan narsa yo'q endi. Hamma tirik. Shuning uchun kofirlar va yaqulu ya laytani kuntu turaba. Kofirlar tamanno qilar ekan, orzu qilar ekanki, qaniydi men bir tuproqqa aylanib ketsam, u mana shu narsalarga ro'para bo'lmasam.
Lekin u narsa tamanno, faqat xom xayol bo'lib aylanib qoladi. Shuning uchun kimni muomalasi bo'lsa, nimasi bo'lsa shu narsalarni to'g'rilab qo'yinglar. Bu bekordan bekor janoza ustida, tobut ustida buni muomalasi so'ralmaydi. Keyin kimga sizlar javobgar bo'lyapsizlar, buni qaranglar. U odamning qarzi bormi? Ha, bo'ldi, men beraman deb boyagi bo'yniga olib ketaveradigan, yo'q, bunaqa emas bu. Buni javobgarligidan qo'rqinglar. Alloh taolo barchamizni mana shunaqa Alloh taolo bergan narsaga qanoat qilib yashaydigan solih bandalardan bo'lmog'imizni Alloh taqdiru nasib aylasin. Chunki hadisi qudsiy bor. Alloh azza va jalla aytadi: "Ey bandam, mendan ertangi rizqni so'rama. Men sendan ertangi ibodatni so'ramayman-ku" deydi. Men taqsimlab bergan rizqqa agar sen shukr qilsang, men uni barakotli qilaman. Qalbingga xotirjam solaman deydi. Lekin agar sen men taqsimlab bergan rizqqa shukr qilmasang, qanoat qilmasang, butun dunyoni ustingga to'kaman. Butun dunyoni ustingga musallat qilaman. Erta-yu kech yugurib yana men taqsimlagan rizqdan boshqa narsaga erisha olmaysan deydilar. Alloh taolo mana shunaqa holatlardan o'z panohida asrasin. Ibodatdan qolib ketadi. Xotirjam yo'qoladi, sog'liq yo'qoladi, hamma narsa yo'qolgandan keyin oxirida bankrot bo'lib qoladi. Alloh panoh bersin bunaqa holatlardan.